Chunki men hamma yo'nalishida kuchli edim. Oyog'ida deysizmi, texnika bo'yichami deysizmi, xarakterdami? Ammo yo'q. Men juda ham yaxshi tayyorgarlik qildim. O'zimga ishondim. O'zim bilardim nima qilishimni ringning ichida. Bu Murodjonning irodasini kuchliligi bu avariya bo'lgan. Mashina urib o'rgan. U 3-4 raundda yiqilib qoldi. Bilaman sizlarga yoqmadi boy, chunki o'zim xohlaganchalik men ringda o'zimning ishimni qila olmadim. O'sha uchun men razmika qila olmadim. Qizishim qiyin bo'ldi, chunki menga vaqt yetishmadi. To'g'ri, ko'pchilik xohladi, men ham xohladim mutlaq jahon chempioni bo'lishni. Ammo lekin ba'zi bir negativchilar bor, o'zingiz bilasiz. Har qanaqa gaplar gapirishyapti, u edi, bu edi deb, u sportchini bilmaydi holatini. Harakat qilyapman, ammo badanim, telosложением, qo'llarim, oyoqlarim bo'ysunmayapti menga. Men harakat qilyapman, ammo undan sekinroq. Yo'q, sekinroqda shuncha mehnat qilganman, prosta tashlab ketgim kelmayapti. Men xudo xolasa sportliman. Xudo xolasa kuchli bo'lib qaytaman.